Do'stlar, bugungi videomizda biz nima qilamiz buni o'zim ham bilmayapman, chunki men kambag'al bo'lib qoldim-da. To'g'ri eshitdinglar do'stlar, men shuning uchun hozir oilam steykni yaxshi ko'rishmaydi, lekin shuning uchun men baliq tutib xotinimga olib boryapman. O'g'lim ham 8 yoshga kirdi. Bog'cha ochilmagani uchun bog'chaga bormayapti do'stlar. Xullas, nima qilishni bilmayapman. Ish qilib ajrashib ketmasak bo'ldi. Uni o'rniga meni mensimayapti. Pul so'rasam bermayapti. Polizim ham yo'q-da, poliz. Keldingizmi va nihoyat? Nima bunaqa ohangda gapiryapsan? Xullas, men siz bilan ajrashaman. Tushunmadim. Nimaga? Xullas, bunaqa kambag'al bo'lib yashash jonimga tegdi. Bola bechora och qolib ketyapti. Axir har kuni sutidan olib kelayotgan bo'lsam zo'rg'a, nima qilib bo'lsa ham. Yo'q, baribir ajrashamiz. Bo'ldi, chiqib keting bu uydan. Bu uyni birinchidan men qurganman. Ikkinchidan bu uydan sen chiqib ketishing kerak. Yo'q, chiqib keting. Chiqib keting dedim. Mayli, ko'z-ko'zga tushganda uchrashamiz. Hech qachon uchrashmaymiz. Bore. Do'stlar, ajrashib ketdim. Endi qaysi uyda yashayman? Tezda merning oldiga borish kerak. Janob mer, men ajrashdim. Janob mer, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yana pulmi? Pul yo'q dedim-ku senga. Yo'q, u masalada emas, men ajrashdim. Ajrashding, men nima qilishim kerak? Endi qayerda yashayman, tun tushyapti-ku. Birorta kichkina joychani topib tashda uxla. Xo'p, men do'stlar, mayli, mana bu uyda yashayman. Yaxshi, hech kim yo'q ekan. Lekin nega ajrashdik? Yomon xafa bo'ldim lekin. Shuncha mehnatim 2 soat o'tirdim, 3 baliq tutguncha. Balkim hazillashgandir, borib so'raychi, ish qilib hazillashgan bo'lsin. Senga nazorat qilishingni sotmaysanmi deganlar uchun ham buni qishloq qilib olishmayapti. Xotin menga hazillashdim deb ayt. Yo'q, siz bilan hazillashmadim. Yana keldingizmi? Keting bu yerdan. O'chir ovozingni. Urmang. Yaramas, chiqib keting uydan. Bu men uyim. Bola chishib qo'yibdi-ku, qaramaysanmi? O'zingiz qarang. Bola senda qoladi. O'zingiz qarang, buqiga. Sen qara. Bor chishib qo'yibdi, sasiyapti, pashshalar ham bor ekan. Bor yo'qol, qara. Pastini tozala. Tozala. Xullas, men siz bilan ajrashaman. Men ham ajrashaman. Uzuging kerak emas. Uzugingni tashlab ketaman. Yo'qol. Xayr, qaytib ko'rishmaymiz degan umiddaman. Xayr, suring battan. O'zim uyimdan o'zim haydati xotinim. Do'stlar, o'ldirib qo'yar edim, lekin qamalib ketishim mumkin-da. Shuni ham o'ylash kerak. Lekin qayerda yotsam ekan? Balkim mana bu yerdan bironta uy olarman. Bu yerda uy bormikan o'zi? Faqat poliz ekuvchi qishloqqa va poliz bor xolos. Balkim ish so'rarman ham yerdan. Qani ishlar nima bor ekan? Shu merda uyi jalida turibdimi? Mayli, xullas so'raychi. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom. Turdingmi? Xotining bilan yarashib oldingmi? Yo'q-da, xullas shu masalada kelgan edim. Endi nima qilaman? Ishim yo'q, pulim yo'q bo'lsa mer axir. Bilyapman, lekin qishloqda ham ish yo'q-da, bironta. Aytgancha uyingiz mana bu yoq tarafi jalida turibdi. Hozir bitta sakrasangiz uy yerga qarab ketadi. O'shanga to'g'rilab qo'yaymi, unda to'g'rilab qo'yaver. Xo'p, ketdim hozir. Loylardan to'g'rilab qo'yaman, tagiga har xil narsalar qo'yib. Xo'p, tezroq bo'l faqat. Aynan merni oldida tushibdi-da o'zi ham do'stlar.
Xo'sh, bitta sakrasa ham o'zi o'lib qolishi mumkin. O'sha yerga tushib ketadi, keyin eshik chiqib ketib kallasiga tegishi mumkin. Xo'sh, mana bu yerga qo'yamiz va bu yerga ana bo'ldi. Ishqilib pul berarmikan yoki yo'qmikan pul? Men to'g'rilab qo'ydim, pul berasizmi? Ha, yaxshi, afsuski hozir men hech kimga pul bera olmayman. Kecha aytganimdek rostdan ham pul yo'q. Ishonmasang uyimga borib tekshir. Faqat non har xil, gul xalta, xaltani ham ichida pul yo'q. O'zim ham kambag'al bo'lib qoldim. Admin yoki prezident kelmayaptimi? Yoki narigi qishloqning meri, ya'ni opam kelmayaptimi? Yo'q, ular bu makrofga o'tolishmaydi-ku. Ana o'shanga nima qilishni bilmayapman. Senga ham pul bera olmayapman. Admin ham kelgan yo'q. Nomerni o'zgartirgani uchun telefon qilolmayapmiz. Ishlar ko'payib kelolmayotgandir bizda. Deymizda deng. Ha, bo'pti. Unda men pulni qayerdan topaman, do'stlar? Balkim yana borib ko'rarman. Ishqilib hazillashmadi-da, yaramas. Xotin bo'lgan. Xotin hazillashdingmi yoki yo'qmi? Yo'q, hazillashmadim dedim-ku sizga. Bo'qini tozala. O'zingiz tozalang. Biz ajrashganmiz. Tars. Iflos. Qiz bolaga kuching yetyaptimi? Sansinama, eringman. Haliyam. Yaramas, chiqib ket unda uyimdan. Xollasam chiqib ketaman. Bo'qqani. Tushib ketdi. Ha, o'yinlar vaqtlar. Endi uy mannomda, kerak bo'lsa sanlar chiqib ketlaring. O'zingiz chiqib keting. Chiqib ketsam chiqib ketaveraman. Do'stlar, ajrashaman deb ham o'ylamagan edim. Do'stlar, shu endi nima qilaman? Aytgancha bugun qanaqadir kunda meni tug'ilgan kunim. Aynan bugun emas, lekin 13-dekabrda men bugun nishonlayim kelyapti, bilmayman. Yo'q, bugun emas-ku. Zerikdim, nima qilishni bilmayapman. Xotinim o'zim uyimda haydadi. Nima qilishni ham bilmayapman, do'stlar. Uni ustiga bitta pul yo'q ekan. Yoki o'ldirsammikan xotinimni? Yo'q. Dada. Voy, bechora bolam yig'layapti. Kirishim kerak tezroq yerga. Bolajonim, yig'lama. Dada, sizni sog'indim. Bolajon. Fu! Men ham seni sog'indim-da, bolam. O'yin ifloslik qilyapti-da. Dadasi, men hazillashdim, prank. Sen toming joyidami? Yo'q. Joyida? Shunaqa ham hazil qiladimi? Odam? Yo'q, qiz bola shunaqa hazil qiladimi? Yo'q, do'stlar, shunaqa hazil qilishadimi? Men bir kun ko'chada qoldim. Adasi, kechiring meni. Iltimos, siz biz hech kim ekanmiz. Kechiring bizni. Ha, xo'p, kechirdim, xotinjon, kechirdim. Bechora bolamiz ham o'zi meni sog'inibdi-yu, Bolajonim, yig'lama, nimaga yig'layapsan, bolajonim? Dada, sizni sog'indim, dada. Bolam, yomg'irda turma, ichkariga kir, sutingdan beraman. Qornim toshida tugim kelyapti. Ha, xo'p. Do'stlar, steklar qayerdan keldi? Tushunmadim. Xotin, qanaqasi? Bu yerdagilar nima? Sovg'a, mening akam kelgan edi. Shularni tashlab ketdi bizni ko'rib, shu ahvolga tushganimizni ko'rib. Ana shunga menga yarashib olinglar dedi. Prank deb sizni hazillashdim hozir ham. Yaxshi ish qilib ajrashmadingmi? Yo'q, ajrashmadingmi? Sizni yaxshi ko'raman. Xo'p, qani bitta o'pib qo'y. Jonginam, seni yaxshi ko'raman-da. Uyaltirma, video ketyapti-ku. Ha, bolajonim, meniki quchoqlab qo'y. Bolajonim, biram shirintoyi bo'lamiz. Xo'sh, unda xayrlash vaqti kelib qoldi. Hozir kelaman, balkonga chiqib kelay. Xo'p, adasi.
Ye, nima qildim men?